Assalamu alaikum. Ekran aldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Ko'rayotganlar Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining Ahmedan programmasi. Aziz qarindoshlar, hozir biz sizlarga Uyg'ur sud kollegiyasining hukm e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan Londondagi Churchill saroyidan Ahmedandan bu programmani taqdim qilyapmiz aziz qarindoshlar. Hammalar ma'lum bo'lgandek Dünya Uyghur Qurultayı'nınki teşebbüs ve arzu bilen 2020 yıl 9. ayda kurulgan Uyghur Sot Kollegiyası bana hazırlığa kadar kendinden 3 ketim ispat anlaşılığına ötküzdü ve bu ispat anlaşılığının jarayonida Şarq Türkistonlik ve chet-ellik şahitlardan bulup, guvacılardan bulup 70'den artık kişininki guvalığını aldı ve bu jarayonda 500'den artık kişininki yazma arzını topshirib oldi ve sotning 9 kishilik bağlash aytdi. Sot tarafidan taklif qilingan 30'dan ortiq mutaxassis ve advokatlar necha 10 ming betlik yozma arznamani mana qisqa muddat ichida tekshirib, uning qonun asoslari bo'yicha uni aniqlik qilib, mana bugun hukm e'lon qilish yig'ini o'tkazdi ve Uyghur Sot Kollegiyasi mustabid Komünist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqqa qarata yurgizayotgan qilmishlariningki rasmiy xalqaro o'lcham, xalqaro qonunlar asosida buningki rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirilganligini hukm qildi va bu hukmnomasini butun dunyoga e'lon qildi. Aziz qarindoshlar, sotning hukmnomasi 300 necha betlik hukmnoma. Bayer sotning bosh sotchisi Jeffrey Nice efendimi deb o'tganidek bu 300 necha betlik hukmnoma bugun sotningki tor betida ham inglizcha ham uyg'urcha e'lon qilindi. Aziz qarindoshlar, chunki bu bugungi program berish jarayonida Rahima Mahmud Hanım, Qurultay London ishxonasining direktori bu hukmnomani qisqartirilgan nusxasini qisqacha sizlarga izohlashtirishga ama qonuniy atalg'ular bo'lgani uchun toz yetarlik bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Biz buni yana qaytadan program oldiga akilib, uni taqdim to'liqlab diqqatingizga taqdim qilishga tirishamiz. Aziz qarindoshlar, bu sotning hukm e'lon qilish yig'inidan keyin darallar Dunyo Uyg'ur Qurultayimi uningga ulabla axborot e'lon qilish yig'ini ichib bu sotningki hukmnomasini qarshi olganligini bildirdi ve bu axborot e'lon qilish yig'iniga hammalar tunishlik bo'lgan Uyg'ur xalqining qadrli do'sti Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani apandim o'zi bevosita riyosatchilik qildi ve Dunyo Uyg'ur Qurultayining axborot e'lon qilish yig'inidan keyin mana hozir sizlar ko'rdinglar Uyg'ur sot kollegiyasininki 9 kishini tarkib topgan bağlash heyeti bu yerda chet el agentliklarininki savollariga, muxbirlarning savollariga javob berdi ve sotning qurilish tarixi, sabablari, buning ishga qurilmasi, xizmat funksiyoni haqidagi ve başka türlü savollarga bu yerda javob berib, buni hozir rasmiy aziz qarindoshlar Uyg'ur Sot Kollegiyasininki hukm e'lon qilish yig'ini bir tugagan bo'ldi. Bu hukm e'lon qilish yig'inidan keyin biz hammalar tunishib bo'lgan mushu Uyg'ur Sot Kollegiyasininki qurilishiga bevosita vasila bo'lgan uning bevosita tashabbuschisi ve baş arzdori Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi hurmatli Dolqin Aysa apandimni mana studiyamizga taklif qildik. Hurmatli Dolqin Aysa apandim, muborak bo'lsin, millatimiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Bo'libmi bu Uyg'ur Sot Kollegiyasininki qurilishini siz bevosita 2020 yil 9 oyda bevosita siz tashabbus qilgan, sizning tashabbusingiz bilan qurilgan. Mana biz nihoyatda andisha ichida turib, bugun mana Xitoyning yurgizayotgan qilmishlariningki irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini qonuniy asosda buni dalillab hukm chiqarib dunyoga e'lon qilgan bo'ldi. Siz bu hukmnomadan keyin nimalarni his qildingiz? Xalqimizga e'lon qanday bir yurak so'z. Rahmat. Xalqimizning taqozolik bilan kutgan minutlarga shohid bo'ldik. Qaror Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib borayotgani irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat. Demak, bu butun dunyoga hammamiz shohid bo'lgandek dünya matbuotlarida tarafsiz bir sud tarafidan bu karar çıkarıldı. Bir yıldan artık, hatta 1,5 yıldan artık vaktin bu yan sudның neçe 10 ming bocha materiallarını 500'ün artık guvaçlarının guvalığını astoydil tadqiq qilish orqali mutaxassislarning bağlarını astoydil tadqiq qilish orqali jafoliq bir xizmatdan keyin bir sud mahkamasi bugun 300 betlik hükümünü kıskartılgan nüshasını bugün e'lon qildi. Bu tarixiy bir hadise. Bu fakat Sharq Turkiston xalqi uchun, Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir hadise bo'lib qolmay, 21. asrdagi insoniyat uchun bir tarix hadise. Çünkü 21. asrda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur bu o'xshash fakat bir qancha xalqlar bununla uchrayotdi. Shuningga bu
21. asrdagi bu yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqaro tarafsiz bir sud mahkamasining qonuniy xalqaro qonunlarga tayangan asoslangan bir hukmi kerak edi. Bu qaror chiqdi. Endi 1948 yili qabul qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy ayrımcılık ahdnamasini icra qilish mecburiyetlari Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo bo'lgan va mushu ahdnoma qo'l qo'ygan davlatlarning ustiga yuklangan bir vazifa bo'ldi. Demak, hozirgacha ba'zi davlatlar bu bir tarafsiz sudning qarori bo'lmay turib bu irqiy qirg'inchilik masalasida amaliy harakat qo'llanolmayganligidan iborat bu faktlarda bu sabablar bilan jim turgan bo'lsa, endi bu davlatlarning bu xil jim turishiga sabab qolmadi. Demek artık dünyanın Şarkı Türkistan'da buluvatkan, Uygurlarga, Kazaklarga buluvatkan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, ciddi hareket qilinish, bütün insaniyetning bulup mu Birleşken Devletler Teşkilatı'na bu to'xtamnoma qo'ygan davlatlarning bir mecburiyeti, qonuniy mecburiyeti bo'lib o'tirib chiqdi. Biz aldığımız günlerde işimiz tügemedi. Hem de şu devletlerini şunun kıstaş, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu xalqaro qonun icra kıstaş bizning üstümüzdeki bir mecburiyet. Ben ahırda bu sotqa 1,5 yıldan buyon japalı hizmet qilgan bütün kamp şahitlerimizga guvohlik bergan, chet ellik mutaxassislarga, bizga iqtisodiy yordam qilgan vatandaşlarımızga, tashkilotlarimizga, shundaqli bütün tercüme ishlarga yordam qilgan, xolisona xizmat qilgan bütün ziyolilarimizga va shundaqla mushu sotni amalga oshirish uchun kecha kunduz bir sapda bir maqsadda har xil bo'rinchaplarga, har xil shikoyatlarga, her xil töhmetlerge karşı kökrek girip gelgen dünya kurultayının bütün rehberlerine, saptaşlarına ve bu sotni kollap ekran aldırda takaza bop tuğan dünyanın hem joylaridagi bütün Şarkı Türkistanlık Uygur qarindoshlarımga şükranlarımni, rahmatlarimni bildiraman. Ama vazifamiz tugimadi, vazifamiz oldimizda, demak qo'limizda po'latdek bir paket bor. Endi davlatlarni, insoniyatni, bu qirg'inchilikni, bu insoniyatga qarshi jinoyatni to'xtatish uchun amaliy harakat qilishimiz kerak. Bu bizning oldimizdagi mushaqqatli va qiyin bir bosqichimiz. Shuningga bütün vatandaşlarimizni buningga, chunki bir qarorning chiqishi ayrı mesele, u qarorga tayinib turib dunyoni harakatga keltirish bizning üstimizdagi bir mesele. Men eng oxirida bu yerda demak 2021 yili 12 ayning 9 kunisi bütün dünya bu qarorga şahit bo'ldi. Ben bir dünya politik vakaleten her yılı 12 ayının 9 gününü Uygur irqiy qirg'inchilik xotiri kuni deb e'lon qilaman ve bütün her yılı 12 ayının 9 gününü Uygur irqiy qirg'inchilik xotiri kuni deb mushu jazo lagerida azap chekayotgan, qirg'inchilik uchrayotgan, irqiy qirg'inchilikning zulmiga uchrayotgan Uygur xalqini xotirlash kuni qilib bekitishga chaqiriq qilaman. Her yıl bütün vatandaşlarımızı, dünyanın hem yerindeki Şarkı Türkistanlıkni bu Uygur irqiy qirg'inchilikni xotirlashga bir milliy mecburiyet, vataniy bir mecburiyet deb qarashga chaqiraman. Rahmat To'lqin efendim, aziz ko'rarmanlar, chet eldagi Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar, hozir reisimiz To'lqin efendim deb o'tganidek, bugungi bu tarixiy ahamiyatga ega bu tarixiy kunni unutib qolmanglar. 9 dekabr kuni, ya'ni To'lqin efendim bayan e'lon qilganidek 9 dekabr kuni Uygur irqiy qirg'inchilik xotir kuni deb bugun rasmiy dunyo huquqiy tarafidan jakarlandi ve bu kunda biz Xitoyninki Uygur irqiy qirg'inchiligiga qarshi faoliyatlarimizni keng darajada qanot yoydirish orqali bu kunni her zaman xotirlaymiz aziz qarindoshlar. Shuning bilan istasimizningki Uygur sud qo'lligisining hukm e'lon qilish bugungi yig'ini haqidagi Naqbaydan programımız bir şeyde ahırlaştı. Keyif qatimliq programımızı görüşeyle. Görüşküçe aman bulunlar. Hayır hoş.